kuf suf dam solaman deb turib, mana shuni bir trendga aylantirib va uni tarqatib va boshqalar ham uni olib o'zini ijtimoiy tarmoqdagi profillarga qo'yib, xuddiki o'sha narsa bilan issiq sovuqni targ'ib qilgandek yoki bo'lmasam odamlarga o'sha narsani bir oddiy holatdek ko'rsatib qo'yayotganlar, bu ishlar xato emasmikin? O'zi birinchidan kuf suf emas, kuf yoki shuf bo'ladi. Kuf degani ya'ni kafa degani kifoya qilsin, shuf degani esa shifo bo'lsin degan. Odatda bu ishlar Qur'oni Karim o'qilgandan keyin bir inson bir bemorligi bo'lsa, kasalligi, dardi bo'ladigan bo'lsa, deylik, ruhiy holatda Qur'oni Karim oyatlarini o'qib turib dam solish bor. Dam solinganda shu ish qilinadi-da. Lekin bu yuqoridagi haligi kuf suf dam solaman yoki bo'lmasam yana shunga o'xshab turib yana boshqa narsalarni qilib, sehrgarlarni qilayotgan ishini targ'ib qilayotganlar yomon ishni targ'ib qilyapsizlar. Jamiyatga, xalqqa o'sha sehrgarlarni yo'nalishini, ya'ni kerak bo'lsa kimlardir ham murojaat qilgandir balkim, yoki sehrgarlarni oddiy holatdek qabul qilib qolishiga ham sababchi bo'lib qolmayapsizlarmi? Sehr islom dinidagi Allohga shirk keltirishdan keyingi ikkinchi gunoh hisoblanadi. Sehr qancha oilalarni barbod qilyapti. Er-xotinlarni o'rtasiga rahna solyapti. Qancha insonlar halok bo'lyapti shuni ketidan axir. O'ylab ish qilaylik azizlar. Bu trend ekan yoki bu hozirgi kunda bir dolzarb mavzusi ekan deb hamma narsani qo'yavermaydi. Musulmon inson zakiy, zukko bo'ladi. Nimani tarqatayotganiga, nimani targ'ib qilayotganiga e'tibor beradi. Ilm fanni targ'ib qiling. O'qishga targ'ib qiling, yaxshilikka targ'ib qiling. Jamiyatga, xalqqa, mana shu yurt vatanga manfaati yetadigan ishlarni qo'yib, reklamasini qiling. Jamiyat manfaat topsin, xalq rivojlansin. Ana shunday inshaalloh Xoliqning huzurida ham, xalqning huzurida ham yuzimiz yorug' bo'ladi.